Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Boboqulov Qamariddin, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining 4-kurs talabasiman. Bugun o'tadigan mavzuyimiz Turkiston tog'lari. 3 ta rejadan iborat bo'lgan bu mavzuyimiz Turkiston tog'larining tabiiy geografik tavsif, Turkiston tog'larining tabiiy boyliklari va biologik xilma-xilligi, Turkiston tog'larining ahamiyati va muhofazasi. Turkiston tog'larining geografik joylashuvi va chegaralari. Ya'ni Turkiston tog'larining joylashuvini o'rganib chiqamiz. Turkiston tog'lari Markaziy va Osiyodagi yirik tog' tizmalaridan biri bo'lib, asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston respublikalarida hududida egallaydi. Tog' tizmasi Zarafshon va Hisor tizmalari bilan tutashgan bo'lib, shimoliy g'arbdan janubiy sharqqa qarab ko'tariladi. Uzunligi taxminan 340 km masofaga ega. O'zbekiston hududining asosan Surxondaryo viloyati shimoliy qismida o'tadi. Tog' tizmasi Sirosiyo, Denov va Boysun tumanlaridan tutashgan. Relyefi, geologik tuzilish va balandlik zonalari. Relyefi Turkiston tog'lari murakkab va tirik relyef ega. Tog' tizmalarining g'arbiy qismi pastroq bo'lib, sharqqa qarab balandlashadi. Ko'plab daralar, chuqur jarliklar va qoyali tog'lar yonbag'rlari mavjud. Masalan, mana bu rasmda ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Shu xuddi shuni Turkiston tog' tizmalari hisoblanadi. Geologik tuzilishi tog'lar asosan paleozoy va mezozoy erasiga oid granit, selent, ohaktosh va jinslardan iborat. Balandlik zonalari: past tog' zonasi 1000 dan 2000 metrgacha, o'rta tog' zonasi 2000 dan 3000 metrgacha, yuqori tog' zonasi 3000 metrdan yuqoriroq. Ba'zi cho'qqilar esa 4000 metrga yaqin. Eng baland nuqtalari Hazrat Shoh 4150 metr atrofida va boshqa cho'qqilar. Masalan, shu cho'qqini olishimiz mumkin. Iqlim, suv resurslari va tabiiy landshaflar. Iqlimi tog'lardan iqlim kontinental, quruq kontinental bo'lib, balandlikka qarab farq qiladi. Past tog'larda yoz issiq va quruq, qish mo'tadil sovuq. Yuqori tog'larda yoz salqin, qish esa sovuq va qorli. Yillik yog'in miqdori balandlikka qarab o'zgaradi, 300-1000 metrgacha. Suv resurslariga keladigan bo'lsak, tog'lardan bir qancha daryolar boshlanadi. Sarosiyo, To'palang, Obstov, Kartak, ko'plab buloqlar, soylar va muzliklar mavjud. Tog' suvlarining sug'orishda va ichimlik suvlaridan foydalanish katta ahamiyatga ega. Tabiiy landshaflar: past tog' zonasi dasht va butazorlar, o'rta tog' zonasi archalar, pista va yong'oq. Yuqori tog' zonasi subalp va alp o'tloqlari, muzliklar. Bu landshaflar hududining biologik xilma-xilligi va ekologik barqarorlik. Tog' oldi hududlaridan foydali qazilmalar va tabiiy resurslarni Turkiston tog' ekologik jihatdan qadimiy tog' tizmasi hisoblanadi. Bu faoliyat qazilma boyliklariga juda boy. Foydali qazilmalar: temir rudasi, polimetal, qo'rg'oshin, rux, ko'mir, fosforit, ohaktosh, marmar va boshqalar kiradi. Hududining ayrim oltin va kumush konlari ham aniqlangan, ya'ni hududining ayrim qismlarida oltin va kumush konlari tarkib etadi. Tabiiy resurslari: suv resurslari ko'plab buloqlar va soylar va daryolarning mavjud bo'lib, ularning irrigatsiya, ichimlik suv va gidroenergetika uchun muhim ahamiyatga ega. Yaylovlar tog' oldi va o'rta zonalarda chorvachilik uchun foydali hisoblanadi. O'rmon resurslari: pista, yong'oq, archa va dori o'simliklar. O'rmonchilik katta ahamiyatga ega. Ya'ni shu hududlarni olishimiz mumkin. Mana rasmda ham ko'rib o'tamiz. O'simlik dunyosi, flor. Turkiston tog'lari florist juda boy va xilma-xil. Bunda iqlim, balandlik va tuproq turlari katta rol o'ynaydi. Past va o'rta tog' zonasi: yovvoyi pista, bodom, archazorlar, sho'r va yontoq. Bahor oylarida lolalar, qizg'aldoqlar, bo'zchechaklar kabi gulli o'simliklar ham juda ko'p ko'ramiz va guvohi bo'lamiz. Hayvonot dunyosi. Turkiston tog'larida hayvonot dunyosi nihoyatda boy va xilma-xildir. Bu yerda tog' va cho'l hayvonlari aralash yashaydi. Sut emizuvchilardan jayra, bo'ri, qulon, tulki, ayoq, burunduq, yovvoyi echki. Noyob turlardan esa svertos, tog' qo'yi muhofaza qilinadi. Qushlar: burgut, lochin, qirg'iy, bedana,
to'rg'ay, kaklik. Ko'plab yirtqich hayvonlar va qiziqarli qushlar bu hududlarni juda ko'p uchraydi. Sudralib yuruvchilardan va hasharotlardan esa kaltakesak, ilon, toshbaqa, echkemar va boshqa turdagi hasharotlarni uchratishimiz mumkin. Tog'larning xo'jalik va iqtisodiy ahamiyati. Turkiston tog'lari O'zbekiston va qo'shni davlatlar uchun katta iqtisodiy va xo'jalik ahamiyatiga ega. Foydali qazilmalarning ahamiyati. Tog'larda temir, ko'mir, ohaktosh, marmar va boshqa foydali qazilmalar mavjud. Bular qurilish, sanoat va energetika sohalarida foydalaniladi. Qishloq xo'jaligiga ta'sir. Tog' oldi hududlari chorvachilik uchun muhim yaylov zonalari hisoblanadi. Tog' soylardan oqib tushadigan suvlar dehqonchilik va bog'dorchilikda juda ko'p ishlatiladi. Ya'ni tog' yonbag'laridagi muz va qorlarning erishidan oqib tushadigan suvlarimiz dehqonchilik va chorvachilikni sug'orishda ishlatilar ekan. Suv resurslari manbai. Tog'lardan chiqariladigan daryo va buloqlar vodiylarning sug'oriladigan yerlari uchun asosiy suv manbalari hisoblanadi. O'rmonlarga juda boy bo'lgan hudud Turkiston tog' tizmasi hisoblanadi. Shu bilan mavzuyimiz tugadi.